Musulmon odam o'zidan o'zga insonlarga biror bir o'rinda zulm qilmaydi. Ittaqu da'vatal mazlum fa innahu laysa baynahu va baynallohi hijabun dedilar. Zulmlanayotgan yomon ish, mashaqqat ko'rgan insonni duosidan ehtiyot bo'ling. Chunki u zulmlangan muammo, qiyinchilik, mashaqqatga faqat dardini Allohga aytadigan insonni duosidan ehtiyot bo'ling. U bilan Allohning o'rtasida parda yo'q, to'siq yo'q. Uni nima qilgan duosi bo'lsa ijobat bo'laveradi. Bir odamni ichini oshiqcha og'ritmang. Bitta odamni oshiqcha siz tahqirlamang. U odamga yomon munosabatda bo'lmang. Ehtimol u odam Allohga sizdan ko'ra yaqinroqdir. Shuning uchun muhtaram jamoat, siz bilan biz shunaqa holatda bo'lishlikni Allohdan so'rash kerak ekanki, Alloh qalban senga yaqin bo'lishlikni, tilimda ham, dilimda ham senga yaqin bo'lishlikni Alloh menga nasib qilgin deb so'rash kerak.